farroshlaridan tortib oshpozlari-yu, shifokorlari-yu, hamshiralari-yu hammasiga men o'zi asli Sirdaryolikman, Sirdaryoning qiziman. Shu Sirdaryo tumanida tug'ilib o'sganman, lekin ayni vaqtda Toshkentda yashayman. Shunga qaramasdan har doim biron joyim malaka og'rib qolsa, darrov shu Sanginovni Sirkardio servisga kelishga harakat qilaman, chunki bu kasalxona paydo bo'lgandan beri eskana tug'ruqxonani o'rnida tashkil bo'lgandan beri davolanaman. Bularga ishonaman. Negadir xuddi bir boshqa joyga borsam, ular meni davololmaydigandayda, qandaydir bir bularga nisbatan ishonchim juda ham kuchli, chunki har yili 2 marta kelib albatta davolanaman, har 6 oyda. Chunki qon bosimim bor, oxirgi paytda mana u qand miqdori ko'tarilyapti. Shu 6 oy davolanib ketaman, lekin o'sha davolanganim kasallik tarixim bor, bularda turadi. Har safar kelganimda o'tgan kelganingizni mamnaqa edi, endi mamnaqa bo'pti. Hech boyaga nima hujjatlarim yo'qolib ketmaydi-da. Bu yerda menga nimasi yoqadi? Manaqa jamoasi juda bir inoq. Hammasi tajribali. Har bitta kasalni xarakteriga qarab muomala qilishadi, kasaliga qarab, shirin so'z, vaqtida ovqati. Bu yerda yotganingda senga hech kim kerak emas-da. 4-5 mahal ovqati ham bor, dori darmoni ham bor, shirin so'zi ham bor, mehri ham bor, e'tibori ham bor. Senga kimdir nimadir ko'tarib kelsa, senga xalaqit qiladi qaytaga. Shu 10 kun boyaga parhez ovqatlarni yeb, vaqtida dori darmoningni olsang, hammasi zo'r. Men shunga bularni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerdan ketganimdan keyin ham har doim aloqadaman. Dilga yaqin insonlar, chunki qondoshlik hamma narsani ham belgilamaydi. Ruhan yaqinlik bor bular bilan. Mana ertaga Xudo xolasa birinchi o'rinda Hayit bayrami qolaversa, Navro'z kirib kelyapti. Shu qo'shaloq bayrami munosabati bilan shu kasalxonani barcha xodimlariga, farroshlaridan tortib oshpozlari-yu, shifokorlari-yu, hamshiralari-yu hammasiga chin dilimdan rahmat aytaman. Bayramni yaxshi kutib olishsin. Nima deydi, shu xalqimizni salomatligini tiklash yo'lida ularga haligi Xudoyim kuch-quvvat bersin. Qizlarimiz aytishyapti, eng zo'r seriallar, eng zo'r kino novellalar bizda klinikada yozilyapti, ssenariylar deyapti. Bu gap qanchalik rost? To'g'ri, men endi Sevimli telekanalida kino seriallar bo'limi boshlig'iman. O'sha boyagi yangi seriallar efirga berilishdan oldin ssenariylarni o'qiyman. Qanaqadir tuzatishlar kerak bo'lsa, tuzatishlar kiritaman. Yozish kerak bo'lsa, yozaman. Biron bir yo'l ko'rsatish kerak bo'lsa, yo'l ko'rsataman. Hozir mana shu yerda ham o'tirib, mana kinolarni tanlab berib o'tiribman. Shu bayram kunlari xalqimiz mazza qilib tomosha qilsin deb. Nima deydi, bayram kunlari hamma dam oladi. Shu kasalxona, ichki ishlar, televideniya xodimlari usilinni ishlaydi-da, ya'ni kuchaytirilgan rejimda. Negaki xalq dam oladi, ular o'sha xalqning ko'nglini olish uchun ishlaydi, xizmat qiladi. Biz ham shunaqa xodimlar. Kasal bo'lsam ham yotgan joyimda kino tanlab, ko'rib, berib o'tiribman.